Ana bu quyidagi arimiz Karpat Vichkovskiy, Ukrainadan kelgan, 90-raqam SV harfli. O'sha oilaga qo'shilib urug'ga kirdi. 2-iyul kuni kelgan. Farg'ona Silajil uyushmasidan Sherzod akadan olindi. Karpat Vichkovskiy. Urug' qo'yib yuribdi. Mana bunisi shu kuni kelgan billa. Bu Karpat Gaverlo turi. Karpat Gaverlos. 3-raqam. Ham qo'shilib urug' qo'yib yuribdi. Mana bu Sergey Raush asalarchidan Karnika Pishets liniyasi ota tarafi Troyzik bilan chachishtirilgan hozir bu. O'zi Pishets Troyzik bilan chachishtirilgan, yaxshi natija beradigan ari turi hisoblanadi. Karnika. Mana 74-raqamli ari bu Avstriya Karl Perner asalar seleksionerdan keltirilgan. Tuxum qo'yyapti, mana tuxumi ham turibdi orqasida. Endi bular yiriklashadi. Kecha qo'shildi. Kecha obeddan keyin qo'shganmiz. Bugun ertalabda ko'ryapmiz. Endi sekin matchni, molakoni yeb yiriklashadi. Yelkalari yirik, oyoqlari uzun. Kimga matchnik plotniy matkalar kerak bo'lsa, bildan keyin 2027-yilga chiqarib